Bolalarni xatna qilganda VIP xatna degan turi bor. Bu qanaqa xatna? Bu ma'lumot ota-onalar uchun juda foydali bo'ladi. VIP xatna deganda bolani har qanday yoshida maxsus inyeksiya orqali og'riqlantirib, ko'proq multik yoki o'yinlarga chalg'itib o'tkaziladigan xatnaga deyiladi. Bu butunlay og'riqsiz bo'ladi. Faqat kichkina yuqagina insulin shpritsda lidokain mahalliy yuboriladi. 5 daqiqadan keyin hech narsani sezmaydi bola. Bola agar juda chalg'uvchan bo'lsa, xotirjam bo'lsa, bu xatnani tavsiya qilaman. Chunki bunda butunlay og'riqsiz o'yin bilan o'tadi, yaxshi taassurotlar qoladi, bolada qo'rquv bo'lmaydi. VIP xatnani ko'proq 3 yosh, 5 yoki 7 yoshda tavsiya qilamiz. Nimaga endi toq yosh deyishingiz mumkin? 4 yoshda aksar bolalar qo'rqoqroq bo'lgani uchun ularni sedatsiya qilishga to'g'ri kelyapti. Lekin aqli kirgan, gapga ko'nadigan har qanday yoshdagi bolalarni VIP xatna qilsa bo'ladi. Agar siz ham farzandingizni og'riqsiz o'yin bilan, yaxshi taassurotlar bilan xatna qildirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, qabulimga yozilingizlar.